Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Nuriy Shahin yana gol urgan Shomurodov haqida nimalar dedi? Turkiya chempionatining ikkinchi davrasini Istanbul Başakşehir va Fatih Karayumruk jamoalari boshlab berdi. Mezbonlar Eldor Shomurodov va Umar Ali Shahinerning gollari evaziga 2-1 hisobida zafar quchdi. Yevropa Kuboklari yo'llanmasi uchun kurashayotgan Istanbul Başakşehir 18-turdan keyin ochkolari sonini 29 taga yetkazib olib, kuchli 5likka yaqinlashdi. Eldor Shomurodov Superligadagi gollar sonini 13 taga yetkazib oldi va bu ko'rsatkich bo'yicha to'plarlar poygasida yakka peshqadam bo'lib turibdi. U eng yaqin ta'qibchisi Onuachuni 2 ta to'pga ortda qoldirmoqda. Başakşehir murabbiyi Nuriy Shahin uchrashuv haqida fikr bildirib, Eldor Shomurodovning jamoa muvaffaqiyatlariga qo'shayotgan hissasini alohida e'tirof etdi. Eldor Shomurodov Superligada eng zo'r to'plar bo'ladimi yoki yo'q? Bu men uchun hal qiluvchi darajadagi masala emas. Agar mavsum oxirida maqsadlarimizga erishsak va Eldor eng yaxshi to'plar bo'lsa, albatta bundan juda xursand bo'laman. Shomurodov kuchli xarakteri bor inson, zo'r futbolchi. Eldor bilan ishlash juda oson. U haqiqiy yulduz. Haqiqiy yulduz bo'lmagan o'yinchilarni boshqarish juda qiyin bo'ladi, dedi Nuriy Shahin. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.